بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli talabalar, Allohning fazli va marhamati bilan biz talabalar ichida muhim deb sanalgan va talabani aqliy salohiyatini va fikriy salohiyatini va umumiy o'sha fiqhiy bo'lgan usuliy va boshqa arabiyatga doir bo'lgan kitoblarni tushunishlikda kalit deb hisoblangan ilm, mantiq ilmini o'rganishga kirishamiz va biz rejalashtirgan va muqarrar bo'lgan kitob bizdagi bu Isa G'uji kitobi bo'ladi. Imom Asiruddin al-Abhari rahimahullohniki. Va bu kitobni matniga bevosita kirishlikdan oldin o'zimiz odat qilganimizdek bu ilmni, mantiq ilmini asosiy mabodi'lari haqida to'xtalib o'tamiz. Va bir yoki ikkita darsni faqatgina kirish qismiga bag'ishlaymiz. Kitobga kirishlikdan oldin. Nima uchun? Va biz masalan yoshligimizda bu kitobni o'qiyotgan paytimizda ustozlar ya'ni bu haqida ma'lumot bermasdan, umumiy mantiq ilmi haqida ma'lumot bermasdan undoq to'g'ri kitobga tushirib yuborishgan edi. Va alhamdulillah biz ustozlarimizdan mindan min rozimiz. Yaxshi dars berishdi, tadris qilishdi. Ulardan juda ko'p narsani o'rganganmiz va ular o'zini sohasida mutqin, mohir kishilar edi. Lekin nima bo'lganda ham birinchi shu Isa G'ujini yoshlik paytimizda o'qigan vaqtlarimizni eslasam, ya'ni hech qanday muqaddima yoki kirish qismi bo'lmasdi. Va biz endi shu mantiq bu shu aqlga tegishli yoki lafzlarga tegishli bo'lgan narsa deb o'sha paytda shunday qabul qilib, keyin kitob o'qishlik jarayonida o'sha maqsadlarni va o'sha mohiyatlarni topib olardik. Bu lekin juda ko'p vaqtni olardi va bu qiyin edi. Xuddi ulamolar aytadilarki, nimaga kerak bu mabodiul asharani o'rganishlik? Nima uchun? Masalan, siz nahv ilmini o'rganmoqchisiz. O'sha mabodilarni o'rganishlik yoki usul ilmi, hadis ilmi, har qanday ilmni o'rganishlikdan oldin uni asoslarini o'rganish nima keragi bor deyshadi. Agar siz shu narsalarni o'rganmasdan bir ilmga kirishsangiz, go'yoki sizda masalan qo'lingizda hech bir kompas ham yo'q yoki qandaydir orientirovka ham yo'q. Yoki bir o'lchash, yo'nalish yoki umuman ma'lumot bo'lmasdan turib bir o'rmonga yoki bir qandaydir joyga sizni tashlab yuborishadi. Va siz u yerda hech qanday bir orientir topa olmaysiz. Qanday siz o'zi tutasiz, ya'ni siz na adresni bilasiz, na o'sha mintaqani bilasiz, na yo'nalishni bilasiz. Shimolga yurasizmi, janubga yurasizmi bilmaysiz. Masalanda bu qiyin bo'ladi. Kelganchalik quyoshni yo'nalishiga qarab turib, yulduzlarga qarab, daraxtlarning o'sishiga qarab, kechqurunda yulduzlar, shahar tarafdagi yorug'liklar, shunga qarab siz yo'nalib baribir topib olasiz shu yo'nalishni. Lekin bu juda ko'p vaqtni, kuchni oladi. Bu xuddi shunga o'xshatishadi. Shuning uchun ham ulamolar bir ilmga kirishdan oldin o'sha ilmni bir debojasi qilishgan va bu narsani juda ham yaxshi o'rganishgan. Va bu talab ilmga, ya'ni masalan shu o'rganayotgan fanini boshqacha, ya'ni chuqur nazar bilan uni maqsadu g'oyalarini, uni foydalarini tushungan holatda va ya'ni o'sha bir g'oyalangan holatda, maqsadga ega bo'lgan holatda, ongli ravishda ya'ni o'rganishlikka sabab bo'ladi. Shuning uchun ham demak biz
har qanday kitobni, har qanday ilmni yangi boshlayotgan bo'lsak, albatta bu narsani qilamiz. Xo'p, va bu kirish qismi darslarimiz quyidagicha bo'ladi. Birinchisi rejasini aytaman sizlarga. Mantiq ilmini ta'rifi va o'sha al-mabadi al-asharasini tanishib chiqamiz. Ikkinchisi mantiq ilmini hukmiga ko'proq to'xtalamiz. Hozirgi paytda ko'pincha o'sha ba'zilar qo'sh tirnoq ichidagi ahli ilm desa ham bo'ladi, ularni mantiq ilmi o'rganish kerak emas deyishadi. Umuman kufrdek gap yoki sehrdek qarashadi bu narsaga. Sehr ilmini o'rganish qanaqa bo'lsa, mantiq ilmiga ham xuddi shunday yonlashadi. Shuning uchun sal hukmiga ko'proq to'xtalamiz. Albatta bu yerda bu birinchi kitob emas, mantiq ilmidan bu boshlang'ich bosqichdagi birinchi o'qilinadigan kitoblardan. Shuning uchun bu yerda biz unaqangi ko'p o'sha hukmiga doir ixtilof, raddiyalar bilan ham to'xtalmaymiz. Faqatgina umumiy hukmiga doir sal tafsilot bilan to'xtab o'tamiz va Imom Axdariyni so'zlarini keltirib, ya'ni sizlar tushuninglarki, nima o'qiyotganinglarni, uni hukmini. Ya'ni bu narsa muhim. Xo'p, keyin esa o'sha mabodi asharani zimnida bo'ladi bu narsa. Alohida o'sha mantiq ilmini foydalariga ham to'xtalamiz. Va albatta bu Yunon va Rumlardan kelgan ilmlarni foyda va zararlari ham bo'lgan. Chunki har qanday inson o'ylab topgan narsada albatta plus minuslar bo'ladi. Bu narsani yaxshi tushunish kerak. Bunga batafsil to'xtalamiz. Juda ham ko'p to'xtalamiz bu narsalarga. Mantiq ilmini masalan hozir farazan agar mantiq ilmi bo'lmasa, insoniyat nimalarni qo'ldan chiqarardi, shu narsalarga ham to'xtalamiz. Ya'ni zamonaviy ilmlarga bo'lgan ta'siriga ham to'xtalamiz. Keyin esa keyingi dars biz alohida Isahuji kitobiga, uni musannifi va Isahujining asli va mantiq ilmini asoschilari qayerdan kelgan va o'sha narsalarga to'xtalamiz inshaalloh. Xo'p, demak boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Albatta biz ko'p takror qilganmiz. Mabadiul ashara haqida Imom Sabban rahimahullohni shu manzumalarini sizlarga yodlattirib o'qittirganmiz. Inna mabadi'a kulli fannin ashara, al-hadd wal-mawdu' thumma ath-thamara ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. من شو أمك مبادئ العشرة يعني منظومة بولد بيت بولد. Xo'p, demak shu asosda biz mantiq ilmiga kirishamiz. Birinchidan demak mantiq degan so'zga to'xtalamiz va mantiq lug'atda o'sha nataqa yantiquni nutq qilmoq ma'nosidagi nataqa yantiquni masdari mimisi desak ham bo'ladi. Mantiq ya'ni nutq qilmoq, fikrlamoq degan ma'noda va u ya'ni lug'atda 3 ta ma'no orasida mushtarak bir kalima hisoblanadi mantiqning o'zi ham. Birinchisi umumiy bo'lgan inson idrok qiladigan narsalarga ishlatiladi. Ya'ni ko'p masalan inson oddiy masalan bir narsaga qaragan holatda faraz qiling, siz ochiq bir yerdasiz, siz tabiatga qarab turibsiz. Ya'ni siz shu qarashingizni o'zida ya'ni juda ham ko'p funksiyalarni bajarasiz aslida olganda. Yani u yerda faqatgina qarab turmaydi, yo'q, inson o'ylaydi, siz ichki kechirmalaringiz o'tadi bu yerdan, xotiradagi ma'lumotlar, nimadir qidirasiz, qandaydir masofa haqida o'ylaysiz, muayyan bir narsaga ko'zingizni
qaratgan holatingizda siz qarab turibsiz, lekin bir narsani ko'rib qolsangiz uzoqdagi, masalan, uymi, shu uy haqida fikrlashni boshlaysiz. Misol uchun ranglar haqida, masofa, bular hammasi idrokotlar hisoblanadi. Mana shunaqangi idrokotlarga nisbatan nutq degan so'z ishlatiladi. Faqatgina gapirdi emas bu yerda. Ya'ni tushunish, anglash, idrok qilish ma'nosi. Bu birinchi ma'no. Shuning uchun ham masalan mantiq ulamolari masalan insonga ta'rif bergan paytda bu narsaga hali inshaalloh o'zini o'rnida batafsil to'xtalamiz. insonga ta'rif bergan paytda hayvonun notiq deyilgan, ya'ni nutq qiluvchi hayvon deb aytilgan. Ya'ni hayvondan iroda qilingan narsa tirik borliq, ya'ni tirik mavjudot. Notiqdan iroda qilingan narsa bu yerda mufakkir, mudrik, al-idrakatil kathira deyiladi. Ya'ni fikr qiladi inson. Qolgan narsalardan ajratib turadigan, ya'ni xususiyati insonni biz hayvon desak, ot ham kirib ketadi, maymun ham kirib ketadi. To'g'rimi? U ham tirik mavjudot aslida olganda. Lekin o'shalardan insonni ajratib turadigan narsa uni notiqligi. U yerda notiq sifat gapiruvchi emas, chunki to'ti ham gohida gapirishi mumkin. Hozir har qandaydir hayvonlar ham gapirishi mumkin gohida, insonchalik bo'lmasa. Lekin bu yerdagi asosiy narsa, bu yerda nutqdan iroda qilingan narsa idrok va fikrlashlik nazarda tutiladi. Chunki agar biz insonni o'sha hayvonlardan ajratib turadigan narsa faqatgina, ya'ni talaffuz qilishligi og'izdan chiqadigan nutq deydigan bo'lsa, unda soqov, ya'ni gapira olmaydigan insonlarni biz nima inson demaymiz ularni. Yo'q. Demak, u yerdagi narsa bu yerda haqiqatan zohiran gapirishlik nazarda tutilmagan bu yerda. Shuning uchun birinchi ma'nosi idrok qilishlik, fikrlashlik ma'nosida ishlatilar ekan. Ikkinchi ma'nosi aqllaguvchi, fikrlaguvchi bir quvvat, ya'ni ma'nosida ishlatiladi. Ya'ni masalan inson, biz yuqorida masalan idrok qilishlik haqida aytdik, birinchi ma'nosida. Ikkinchisi esa o'sha aql ishlatadigan, aqlni ishlata oladigan, o'sha idrokni ustida turadigan bir quvvat nazarda tutiladi. Ya'ni bu yerda rus tilida aytadigan bo'lsa intellekt deb qo'yiladi. Bu ingliz tilida ham xuddi shunday. Intelligence. Bu narsalar xullas intellekt degani, ya'ni bu idrokka ustida turadi. Chunki masalan inson qachon idrok qiladi? Idrok qilishlikni, fikrlashlikni uni ichki quvvati boshqaradi o'zi aslida olganda. Demak, mantiq o'sha narsaga ham dalolat qiladi. Bu ikkinchi ma'nosi ekan. Uchinchi ma'nosi bu talaffuz qilish ma'nosida. Ya'ni idrok qilishlikni, fikrlashlikni voqelikda ko'rsatib beradigan sifat bu talaffuz qilishlik bo'ladi, ya'ni gapirish bo'ladi. Shuning uchun notoqo desak yoki mantiq deydigan bo'lsak, mana shu 3 ta ma'noga dalolat qiladi. 3 ta ma'no orasida mushtarak bo'lgan kalima hisoblanadi. Birinchisi demak idrok qilishlik, fikrlashlik, ikkinchisi shu idrokka ustida turadigan aql salohiyati, intellekt dedik. Uchinchisi esa u o'sha idrokni voqelikda ko'rsatib beradigan talaffuz qilishlik, gapirishlik ma'nolari ekan. Endi bu ilm o'zi, biz hozir o'rganayotgan ilm nima uchun mantiq deb nomlandi desak, bunday nomlanishligiga sabab chunki bu ilm bilan insonni o'sha fikrlashlik, idrok qilishligi va umuman olganda uni intellekti, o'sha oqila bo'lgan quvvati va o'sha bu ikki jihat kuchaygandan keyin inson voqelikda ham o'zini fikrini ongli ravishda, aqlli ravishda, to'g'ri ravishda, xatolardan xoli bo'lgan holatda gapira oladigan bir salohiyat berganligi uchun, mana shu ilm shu narsalarni o'rgatganligi uchun ham unga mantiq ilmi deyildi. Mana bu narsa o'z asliga qaraydigan bo'lsak, hozir bunga to'xtalamiz. Mantiq ilmi qayerdan kelgan va hokazo uni asoschilariga.
bu narsalar misol uchun agar aslini olib qaraydigan bo'lsak ham, masalan logika deydigan bo'lsak, rus tilida logika deyiladi. Bu logik kalimasi logos o'zi aslida shu yunoncha grecheskiydan logos ham xuddi shu ma'nolarni ifoda qiladi. Ya'ni logicheskiy degani o'sha biz hozir aytgan arab tilidagi mantiqdagi 3 ta ma'noni o'z ichiga oladi. Biror bir narsani o'sha logichna yoki o'sha logikaga mos bo'lishligi o'sha narsani idrokka, fikrlashlikka, intellektga va talaffuzga taalluqli bo'lgan narsa bo'ladi. Ya'ni ayni xuddi shu narsalar. Xo'p, endi demak bu lafziy va lug'aviy ma'nosi ekan mantiq ilmini. Endi ta'rifiga keladigan bo'lsak, haddini ulamolar bu sohani ulamolari ikki xil jihatdan ta'rif berganlar. Birinchisi uni alohida mustaqil ilm deb ta'rif berishgan va unda aytishganki, u ilmun yubhasu fihi عن المعلومات التصورية والتصديقية من حيث إنه يوصل إلى أمور مجهولة deyishgan. Ya'ni bu ta'rifi. Endi albatta bu narsalarga sal og'irroq bo'lishi mumkin, lekin baribir bu narsani hozir biz aytayotgan narsalarni iloji boricha o'sha muzakkira qilib, konspekt qilib yodlashinglar kerak. Shunda ya'ni sizlar o'zingizlarda shu ilmni o'rganishdagi bir progressni sezasizlar. Aks holatda eshitib o'tga turadigan bo'lsanglar foydasi bo'lmaydi. Konspekt qilishlik, bu ustoz aytgan narsani hammasini yozib, uni tushunib, uni sizlar ifoda qilib aytib bera oladigan bo'lishinglar, u juda ham shart. Xo'p, demak, birinchi ta'rif buni ilm deb qarashgan, ya'ni o'sha tasavvuriy va tasdiqiy bo'lgan ma'lumotlar haqida bahs qiladigan ilm deyishgan. Qaysi jihatdan tasavvuriy va tasdiqiy bo'lgan ma'lumotlarni bahs qiladi? O'sha narsalar bir siz oldin bilmagan, sizga noma'lum bo'lgan ishlarni idrok qilishlikka olib borishligi jihatidan bahs qiladi. Ya'ni o'zbek tilida aytadigan bo'lsak sizlarga, ya'ni inson hali idrok qilmagan, unga noma'lum bo'lgan, majhul bo'lgan ishlarni tushunishlikka olib borishlik jihatidan tasavvuriy va tasdiqiy bo'lgan ma'lumotlar bahs qiladigan ilmdir. Tushunarlimi? Bu birinchi ta'rif ekan. Bu ya'ni biroz qiyin ta'rif. Hozir biz alohida to'xtalamiz, tasavvur nima, tasdiq nima, u narsalarga to'xtalamiz. Ya'ni chunki biz tasavvuriy va tasdiqiy dedik, bularni alohida ikkalovini nima o'zi, tasavvur nima, tasdiq nima, bu narsalarga alohida to'xtalib o'tamiz. Xo'p, ikkinchi ta'rif uni bu ilmni olat deb qarashgan. Olat degani, ya'ni u o'zi bir mustaqil narsa emas, balki ya'ni asbob, ya'ni sabab bo'ladi xolos. Va aytishganki, uni alatun qonuniyatun ta'simu mura'atuha az-zihna 'anil khata'i fil fikr deyishgan. Ya'ni fikrdagi xatodan zihnni saqlashlik, ya'ni hosil bo'ladigan shunaqangi qonunlar bir olatidir deyishgan. Ya'ni a'ladan iroda qilingan narsa u sabab. Ya'ni shunaqangi qonun qoidalarki, u mustaqil bir ilm emas, balki hamma narsaga tatbiq qilsa bo'ladigan, ya'ni shunaqa olatdan iroda qilingan narsa, u shunday bir asbob, shunday bir qoidalarki, siz o'sha narsalarni agar tatbiq qilsangiz hayotingizda, shu narsalar zehnni xatodan fikrlashlik asnosida saqlaydi. Ya'ni siz to'g'ri fikrlashni boshlaysiz. Shu narsalarni tatbiq qiladigan bo'lsangiz, mana shunaqangi narsani ilm, mantiq ilmi deyiladi deyishgan. Va albatta bundan boshqa ham ta'riflar bor.
juda ham ko'p ta'riflar va hozirgi ya'ni zamonaviy bo'lgan mantiq ilmini ham alohida ta'rifi bor, g'arb ulamolarini bergan ta'rifi va sharqdagi tarixdagi o'tgan ulamolarni bergan ta'riflari bor, har xil. Inshaalloh bular bilan keyin tanishib chiqamiz. Hozirgi paytda shu bosqichda sizlar bilishinglar shart bo'lgan narsa mana shu ikkita ta'rif. Va albatta hozirda aytayotgan ma'lumotlarni o'sha inshaalloh biz PDF shaklda ham o'sha talabalarga taqdim qilamiz, o'qib o'rganib olasizlar. Xo'p, demak shu bu ikki xil ta'rif ekan. Birinchisi alohida ilm deb qarashgan, ikkinchisi alatun qonuniyatun deyishgan. Qonuniydan iroda qilingan narsa o'sha qonunlar, qoidalar nazarda tutilgan. Aladan iroda qilingan narsa shunday bir vosita narsa. Ya'ni u hamma yerda tatbiq qila olasiz, muayyan bir soha emas, hamma narsada siz u narsani tatbiq qilib ketishingiz mumkin. Lekin shu qoidalarni siz tatbiq qiladigan bo'lsangiz, biz zehnni o'sha fikrlashlikdagi xatodan saqlagan bo'lamiz. Ya'ni shunday narsa to'g'ri fikrlashlikni o'rgatadi. Demoqchilar. Bu o'sha ikkinchi ta'rif ekan. Xo'p, endi biz hozir yuqorida birinchi ta'rifda aytdik, tasavvuriy va tasdiqiy dedik. Bu aslida olganda tasavvuriy ma'lumotlar va tasdiqiy ma'lumotlar bu mantiq ilmining mavzusi hisoblanadi. Mavzu deganda ya'ni bu har qanday ilm bahs qiladigan narsalar nazarda tutiladi. Qaysi narsa haqida bahs qiladi mantiq? Mantiq o'sha tasavvuriy ma'lumotlar va tasdiqiy bo'lgan ma'lumotlar haqida bahs qiladi. Endi nima bu tasavvuriy ma'lumot? Nima? Tasavvur degani o'zi biz aytishimiz kerak. Demak, inson tasavvur qiladigan faqat fikrga tegishli bo'lgan degan ma'no. Bu o'zi lug'aviy ma'nosidan o'sha uni o'z yarmini tushunib turibsizlar yaxshigina. Bu mantiq ilmining asosiy katta ikki qismi bor. Mantiq ilmini asosiy katta qismi bor. Birinchisi o'sha tasavvur yoki tasavvurot deb qo'yiladi jam bilan. Ikkinchisi tasdiq yoki tasdiqot deyiladi. Mana shu mantiq, har qanday mantiq ilmi shu katta ikki qismga bo'linadi. Tasavvurot va tasdiqotlarga bo'linadi. Endi tasavvur nima? Tasavvur ta'rif berishadiki, hu idrokul mufrad al-mujarrad ani nisbati ila g'ayrihi deyiladi. Ya'ni boshqa biror bir narsaga nisbatdan xoli bo'lgan bir narsani, yagona bo'lgan narsani idrok qilishlik bu tasavvurdir. Masalan, ya'ni soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, zehnda siz biror bir narsani o'ylaysiz. Masalan, piyola, choynak, mashina, kitob, osmon, yer. Bular hammasi bir narsa, bir ma'no. Mufratdan iroda qilingan narsa, al-ma'na mufrad, bitta ma'no, ma'nan vahid desa ham bo'ladi. Ya'ni zehnda biz o'ylagan, idrok qilgan bir narsaga tasavvur deyiladi. Va o'sha tasavvur asosiy narsa bu yerda ta'rifdagi al-mujarrad ani nisbati ila g'ayrihi, boshqasiga nisbat berishlikdan xoli bo'lish kerak o'sha bir narsa. Qanday desa, bu ya'ni u yerda isbot yoki nafiy bo'lmaydi. Ya'ni masalan siz o'sha qaraysiz, piyola, mashina, kitob, osmon, daraxt. Mana bular haqida o'ylab tursiz. Har bittasini alohida o'ylayapsiz. Bu tasavvur deyiladi shu narsa. Va lekin siz bu yerda siz masalan o'ylayotgan paytingizda siz bu narsalarga biror bir narsa bilan hukm qilmaysiz. Ya'ni isbot bo'lmaydi. Masalan siz aytasizki, piyola chiroyli yoki qimmatbaho. Bo'ldi. Bu yerda nima bor? Bu yerda hukm qilishlik bor masalan, asl olganda. Ya'ni yoki piyola masalan singan desangiz, masalan sindi desangiz, bu yerda endi hukm bor bu yerda. Endi shuning uchun ham aytadilarki, bu yerda isbot va nafiy deyiladi. Ya'ni isbot nimadirni siz isbot qilasiz undan,
nimadirni nafiy qilasiz. Ya'ni isbot va nafiy deganda nahv ilmidagi isbot va nafiy emas. Masalan, u yerdagi masalan biz agar piyola chiroylidir desak, bu isbot hisoblanadi. Agar biz piyola chiroyli emas desak yoki piyola qimmatbaho emas desak, bu nafiy hisoblanadi. Ya'ni biz undan nimadirni olib tashladik, nafiy qildik, nimadirni isbot qildik. Ya'ni bu yerda shunday hukm bo'lishi kerak. Mana shu hukmsiz bo'lishi kerak. Demak, tasavvur inson hayolida, aqlida idrok qilgan yagona narsalar bo'ladi. U barobarki predmet bo'lsin, hayvonlar bo'lsin yoki ma'nolar bo'lsin. Masalan, adolat deganda, yolg'on desak masalan, bular ham kiraveradi. Ya'ni har qanday narsaki inson idrok qilsa va o'sha narsa yakka o'zi bo'lsa, yolg'iz bo'lsa, ya'ni bir dona ma'no bo'ladigan bo'lsa va ya'ni isbot va nafiysiz bo'lsa, ya'ni hukm qilishliksiz bo'ladi. Biror bir narsaga, biror bir narsa bilan hukm qilishliksiz bo'ladi. Mana shu narsani isbot va nafiy deb qo'yadi o'zi mantiq ilmida. Demak, misol uchun osmon musaffodir, bu isbot. Osmon musaffo emas, bu nafiy. Nima bu ikkalovi ham bir narsaga, biror bir narsa bilan hukm qilishlik. Biz piyolani qimmatbaho deyishligimiz piyolaga qimmatbaholik bilan hukm qilgan bo'lamiz. Bu demak o'sha tasavvur bo'lmaydi. Bu tasavvur bo'lishligi uchun xuddi shu narsa, shu hukm qilishlik, shu isbot va nafiy bo'lish kerak emas. Faqat siz xayolingizda, aqlingizda keltirgan narsa bo'ladi xolos. Ya'ni piyola, adolat, daraxt, osmon bo'ldi. Hech qanday hukmsiz, isbotsiz. Mana shu narsani demak tasdiq deyiladi. Endi kechirasizlar, tasavvur deyiladi. Endi tasdiq esa xuddi shu narsa, ya'ni bir ma'no idrok qilinadi, lekin hukm bilan bo'ladi. Ya'ni tasdiq deganda, ya'ni hukm yoki isbot yoki nafiy degan ma'noda ishlatiladi. Tushunarlimi? Demak, bu yerda ikkita yoki undan ko'p bo'lgan ma'nolarni orasidagi nisbatni hukm qilishlik bilan ularni yo rost yoki yolg'on deb, yoki ular bor isbot bilan yoki ular nafiy qilishlik bilan, hukm qilishlik bilan o'sha idrok qilishlikka nisbatan ishlatiladi. Demak, ta'rifi, tasdiqni ta'rif idroku nisbatin bayna ma'nayayni ma'al hukmi bi sidqiha aw kizbiha. Sidq va kizb deganda uni rost yoki yolg'onligi deganda ya'ni isbot yoki nafiysi nazarda tutiladi. Ya'ni rost va yolg'on ham mantiq ilmida biroz o'ziga xos ma'noda bu yerda ishlatilyapti. Ya'ni biz yuqorida aytgan, ya'ni isbat yoki nafiy nazarda tutilyapti. Ya'ni idroku nisba bayna ma'nayayni ma'al hukm, ay ma'al isbat aw an-nafiy desak ham bo'laveradi. Ya'ni isbatu shay'in li shay yoki nafyuhu anhu nazarda tutiladi. Tushunarlimi? Demak, tasdiq deydigan bo'lsak, biz masalan piyola qimmatbahodir. Mana bu tasdiq bo'ldi. Chunki biz piyolani idrok qildik, to'g'rimi? Piyolani va bu yerda hukm ham bor. Nimaga desa, chunki piyolaga biz qimmatbaholik bilan hukm qildik. Ya'ni piyolaga biz isbot qildik nimanidir. Yoki piyola qimmatbaho emas desak, yoki piyola sifatli emas desak, bu yerda biz o'sha piyolani bir ma'noni idrok qildik, lekin u yerda nima bor? Boshqa biror bir narsa bilan hukm qilishlik bor. Yoki boshqacha aytganda biz ikkita narsani idrok qilyapmiz, orasidagi nisbati bilan birgalikda. Demak, biz ham piyolani ham qimmatbaholikni idrok haqida ketyapti-da, lekin biz bittasi bilan boshqasiga nima qilyapmiz? Hukm qilyapmiz. Mana bu narsani tasdiq deyiladi.
Bu endi qisqacha qilib inshaalloh o'zini o'rnida yanada batafsilroq biz kirishamiz bu narsaga. Mana shu narsani tasavvur deyiladi, mana shu narsani tasdiq deyiladi. Demak, mantiq ilmi asosan shu ma'lumot at-tasavvuriyya, tasavvuriy bo'lgan ma'lumotlar haqida bahs qiladi, uni mavzusi va tasdiqiy bo'lgan ma'lumotlar haqida. Demak, u yerda shu ikkita narsa ham, ya'ni yolg'iz ma'nolar haqida yo'inki o'sha ikkita yoki undan ko'p bo'lgan ma'nolarki orasidagi o'sha isbot va nafiy, rost yoki yolg'onligi jihatidan idrok qilishlik bo'ladi. Shunday ma'lumotlar haqida bahs qilinadi. Demak, bu narsani ham o'sha konspekt qilib yaxshilab tushunishga harakat qilasizlar. Endi vodi'si keyingi mabodiylardan vodi ya'ni asos solgan, bu ilmga kim asos solgan desak, ko'p ulamolar buni asoschisi Arastu deyiladi, yoki Aristoteles deyiladi arab tilida, ya'ni Aristotel nazarda tutiladi. Bu o'sha Yunonli, ya'ni tagi grek bo'lgan, faylasuf bo'lgan, Aflatunni shogirdi bo'lgan, ya'ni Platon deyiladi. Aristotel bu o'sha miloddan oldin, ya'ni Iso alayhissalom kelishlaridan oldin, ya'ni 322-yilda tavallud topgan deyishadi. Ya'ni juda qadimgi insonlardan bo'lgan. Endi uni ya'ni masalan agar o'sha ilmiy bo'lgan ishlarga qaraydigan bo'lsak, o'rganib chiqadigan bo'lsak, bu faqatgina mantiq ilmidan tashqari uni ilmiy bo'lgan bahslari juda ham ko'p sohalarni qamrab olgan. O'sha paytda o'zida masalan fizika, biologiya, zoologiya, metafizika, logika, etika, estetika, she'riyat, masrah va xuddi shunday musiqa, retorika, ya'ni balog'at, fasohat ilmlari, psixologiya, lingvistika, tilshunoslik va iqtisod, ekonomika, politika deyiladi, o'sha siyosat va meteorologiya va xuddi shunday yana geologiya va yana davlat boshqaruvi. Mana shu sohalarga deyarli asos solgan kishi hisoblanadi. Endi bu yerda biz bu ilmni asoschisi shu ekan yoki arablar bu narsani, bu ilmni ya'ni o'sha asli Yunon va grek tilidagi bo'lgan narsalarni arabiyatga ko'chirishganligi bu kishini masalan qandaydir holatiga guvohlik berish emas. Albatta bu Aristotel bo'lsa, Platon bo'lsa, ularni fikrlari orasida islomni aqidasiga zid bo'lgan narsalar juda ham ko'p aslida olganda. Bu narsada hech kim shak shubha qilmaydi. Biz Arastuni qavlini aytadigan bo'lsak, Arastu asos solgan narsalarni keltirsak, biz o'sha Arastuni yaxshi degan bo'lishligimiz yoki uni musulmon yoki u misol uchun hamma qavullarni biz qabul qilamiz degan emas aslida. Nauzubillah. Chunki ularni oddiy inson bo'lgan, Alloh subhanahu va taolo bergan shu aql ne'matini ishlatib juda ham ko'p narsaga erishgan bir oddiy tarixda o'tgan inson bo'lgan. Lekin oddiy insonlardan farqi shundaki, juda ham aqlli insonlar bo'lgan va juda ham ko'p narsaga asos solishgan. Va shuning uchun ham bu narsa o'sha zamonda, ya'ni o'sha 4-hijriy asrlarda musulmonlar ichida ilm, fan, taraqqiyot rivojlanayotgan paytda va musulmonlarni Renessans davri, rivojlanishlik davri boshlanayotgan paytda har qanday insoniyatga, jamiyatga, musulmon jamiyatiga foydali bo'lgan narsalarki u qaysi millatda bo'lishidan qat'iy nazar ular olib tarjima qilib va agar islom aqidalariga zid keladigan narsalar bo'lsa, o'sha narsalarni ham tahzib qilib, tozalab, u narsalardan xoli qilib, keraklisini olib tarjima qilib yozishgan aslida. Shuning uchun ham mantiq ilmi, falsafa ilmi o'sha tomondan kirib kelgan. Musulmonlarga bunga inshaalloh hali mantiq ilmi foydalari, zararlari haqida alohida to'xtalamiz, ya'ni hukmiga doir bo'lgan masalalarda.
Shuning uchun biz hozir masalan Aristotel uni asoschisi desak, uni to'g'ri tushunish kerak. Ya'ni juda ham ko'p fanlar misol uchun asoschilari har doim ham musulmon yoki o'sha o'zimizdan bo'lavermaydi. Chunki hikmat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek al-hikmatu dollatul mu'min. Ya'ni hikmat bu mo'minni yo'qotgan narsasi. Aynama wajadaha fa huwa haqqu biha. Qayerda topadigan bo'lsa o'sha narsaga haqlidir. Ba'zi rivoyatlar akhadaha deyilgan. Xuddi shunday, demak, hikmat shunday narsa bo'ladi. Siz ko'chada ketyapsiz, siz bilmagan narsaga kimdir sizga bir ilm o'rgatsa, siz hayotingizda kerakli bo'ladigan narsani o'rgatsa, albatta unga ehtirom qilinadi. Shuning uchun ham demak, u gapirayotgan odam kimligidan qat'iy nazar bizni musulmonlarga foyda yetadigan narsa bo'lsa-ki, biz olishimiz kerak bu narsani. Bu ham hozirgi zamonda juda ham ko'p jihatdan biz qoloq bo'lib qoldik. Buni tan olish kerak. Ya'ni itti keyingi oyoq deydi-yu, shunaqangi darajada undan ham battar bo'ldik hozir aslida. Ya'ni oyoq emas, bir dum bo'ldik shekilli. Undan ham pastga tushib ketdik o'z aslida olganda. Shunaqangi xor paytdamiz, hech narsa yo'q, hech qanday ixtiro yo'q. Musulmonlar shunaqangi holatda, shuning uchun ham biz zaifmiz, shuning uchun ham biz xormiz aslida olganda. Endi u paytlarda esa musulmonlarning Renessans paytida musulmonlar unaqangi bo'lmagan. Hozirgi zamondagi ba'zi o'sha qo'shtirnoq ichidagi musulmonlardagi bo'lmagan. Va alhamdulillah shunday bo'lmagan ekan. Agar hozirgi zamondagi ba'zi ahmoqlardagi bo'lganda musulmonlarda hech qanday Renessans bo'lmasdi. Shu qoloqligicha qolib ketardi aslida olganda. Yo'q, lekin o'sha vaqtda musulmonlar juda ham teran fikrli, chuqur fikrli, ravshan fikrli bo'lgan. Shuning uchun ham ular islom ilmlarini qoyil maqom qilib qo'ygandan keyin sekin atrofga qarashni boshlashgan. Qolgan sivilizatsiyalar, qolgan hadoralarga qarashgan, o'sha yerdagi foydali bo'lgan ilmlarni darhol arab tiliga ko'chirishni boshlashgan. Va o'sha sohada peshqadamga aylanishgan. Falsafa, mantiq, tibbiyot, matematika, fizika, ximiya, astrologiya, bularni astronomiya kechirasizlar. Astronomiya, bularni hammasi o'zi aslida musulmonlarda bo'lmagan. Masalan, astronomiyani hisoblaydigan bo'lsak ham, ya'ni astrologiya bilan astronomiya farqi bor, bunga to'xtalmaymiz. Astronomiya bu alohida ilm hisoblanadi, ya'ni e'tiborli ilm hisoblanadi. Astrologiya esa unday emas, ko'pincha islomga zid bo'lgan narsa hisoblanadi. Shuning uchun u narsani farqlash kerak. Demak, astronomiya bu juda ham e'tiborli, foydali bo'lgan ilm va bu ham Alloh subhanahu va taolo yaratgan juda ham katta, ulkan jismlarni bahs qiladigan soha hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo oyat qilib insonlarga yaratgan yulduzlar, osmon jismlari haqida bahs qiladigan ilm hisoblanadi. Shu soha ham baribir o'sha Yunon, Greklardan olishgan, chunki asoschilari o'shalar bo'lishgan. Keyin esa shu sohada rivojlantirib, ular juda ham katta natijalarga erishgan. Yoki masalan tabobat deydigan bo'lsak, tabobat ham asli o'sha Gipokratlardan, shu Aristotellar tarafdan keladi. Lekin ular olib rivojlantirib, musulmonlar juda ham mashhur bo'lib ketdi aslida. Va musulmonlarni kitoblari keyin Yevropada tarjima qilinishni boshlagan. Demak, ko'ryapsizlarki, ya'ni bu narsada bir qandaydir bir yomonlik yo'q aslida. Biz bilmagan soha, boshqa millatlar, boshqa din vakillari shu sohada muayyan bir sohada rivojlanib ketganmi, o'sha narsa jamiyatga foydalimi, islomga zid emasmi? Albatta u narsani o'rganib, ko'chirib, uni rivojlantirib, o'sha sohani o'stirish kerak aslida olganda. Chunki kerakli narsa. Bu xuddi shunday narsa ham musulmonlar bilan o'sha 3-4-asrlarda sodir bo'lgan.
va asosiy ya'ni shu mantiq falsafa ilmlarini tarjima qilgan ya'ni shaxslardan shu Abu Nasr Farabiy, Ibn Sino va boshqalar, masalan Ayyub ibn Qosim ar-Raqqiy, Abu Usman Dimashqiy, Ibn Muqaffa ham. Ibn Muqaffa mashhur o'zi aslida hindlarni o'sha hikmat haqidagi kitobi, o'sha Kalila va Dimnani o'sha hindcha sanskritdan tarjima qilgan hisoblanadi. Keyin o'sha tarjimada arablarning tarjimasidan hozirgi zamondagi barcha tillarga tarjima qilingan. Chunki u tarjima qilgandan keyin asli sanskrit tilida yozilgan, o'sha hind eski qadimiy hind tilida yozilgan kitob zoyi bo'lgan. Shuning uchun ham Ibn Muqaffa mashhur va Ibn Muqaffaning kitobini ham biz o'qitamiz. Chunki ajoyib, masalan Mabdal qiroatlarda ham ko'p keltiriladi o'sha basnesh deb qo'yadi rus tilida. Shu basnelarni Kirilov ham o'sha Ibn Muqaffaning kitobidan olgan, aslida olganda. Xo'p, va nisbati, demak asoschisi demak o'sha Aristotel hisoblanadi, Arastu arabchasi. Keyingi asoslarda nisbati esa aqliy ilmlarga nisbatlanadi bu ilm. Endi bu yerda nisbat desa nisabul arba degan tushuncha bor. Bu asal og'irroq bo'ladi. Ya'ni umum, xusus, mutloq degan tushunchalar. Bu narsani keyinroq inshaalloh dars qilib o'tamiz.